biz kompyuterda o'tiribmiz yoki telefonda gaplashyapmiz, yoki biz yurib ketyapmiz, yoki biz nimanidir o'ylab ketyapmiz. Bizada birdan bosh og'riq paydo bo'ldi. Lekin biz o'sha paytda ishdan chiqa olmaymiz, yoki mashinada bo'lamiz, yoki qaysidir ish bilan band bo'lamiz. Bunaqa paytda biz nima qilishimiz kerak? Biz birinchi o'rinda tinchlanib, chuqur nafas olishni boshlashimiz kerak. Og'iz bilan chuqur nafas olinib, burun bilan sekin chiqarishimiz kerak. Buni 3 marta bajarishimiz kerak. Va boshimizni qaysi joyi og'riyotganini bilishimiz kerak. Ensa sohasida bo'lyapmi, yoki chakka sohasida bo'lyapmi, yoki peshonadami, yoki tepa sohasida bo'lyapmi? Qaysi sohasida og'riq bo'lishidan qat'iy nazar qo'limizni o'sha og'riq joyiga olib boramiz. Agar mana shu ikkita chekka sohasida og'riq bo'ladigan bo'lsa, 10 marta sanab, 10 bu tomonga, o'ng tomonga, keyin 10 marta sanab chap tomonga o'sha og'riqli tochkani uqalaymiz. Agar ensa sohasida bo'ladigan bo'lsa, qo'limizni o'sha joyga olib borib, soat strelkasida 10 marta oldinga, 10 marta orqaga qarab, o'sha og'rib turgan joyni qo'l uchlari bilan bosib, yengil massaj qilamiz. Agar bizada o'sha paytda ko'ngil aynish boshlanadigan bo'lsa yoki og'riq kuchayadigan bo'lsa, uni tugatib, yana chuqur nafas olib, birinchi yo'nalishimizni shifokor murojaatiga qarab boramiz. Bu hozirgi o'rgatgan narsalarim shifokorga borguncha bo'linadigan 1 soat, yarim soat ichida o'zini yengil his qilish uchun qilinadigan ko'rsatmalar.